Hozirgi kun haqiqatlari. Ey xaloyiq, erkaklar qani? Bu shunchaki stil bahona topgani. Yengil taklifga tengi yo'q ba'zi birlarini, bir chuqurga tashlab yo'qish kerak barini. Ayollar kundan kun nega kerak desa, erkaklari uyda yotib ayolim ishlasin desa, ayollari mast holda restoran va barlarda, erkaklari nomusli jimgina o'tirar uyda. Naqadar jirkanch bu hodisa, bu yangi moda desa, erkaklari xo'p desa, rashk qilishmas ekan, do'st so'zi aytilsa, kimlargadir yetarli o'rtada ishonch bo'lsa, tfu, yana qaytadan o'sha erkak yuzlarga, faqat yuzlari erkak, yubkala qora ko'zlarga ming la'natlar bo'lsin, xiyonatkor ayolga, dunyoning zulmi bo'lsin, tikilgan bokiralarga unutib qo'yib milliyligimiz, qizimiz, kamera oldida yechinadi yerga qaratib yuzimiz, bir-biridan nechni yigitlarimiz faqat gapirar emish, muhokama qilmaymiz, ular raqsga tushadi, lekin uyalamiz biz, ibrat video bahona qilamiz, reklama tiqamiz, naqadar ideal hayot, Instagramda borliq, ko'rsatgan bo'yligidan bir tomchi bormi, 15 yoshli qiz, xayoli 40 yoshli ayoldek, 18 yoshli bola, bez mashina havodek, otasi ko'rmagan bo'ylikni so'rashadi maxirga, 40 million topsin deya aytishadi axirga, bu shunchaki ichimdagi gaplarim, sizlarga qiziq, aksini ko'rsatsam dunyoyim, bugun haqiqat aytilsa prosmotrlarim nol, bitta qizni chiqarsam bo'lardi hammasi zo'r.